Bu video aynan qurilish qilgan akalarimiz uchun bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rib, videoga bitta like bosib qo'ying. Chunki hozir biz sizlar bilan 4 metrli strapila hamda 6 metrli strapilali taxtalarimiz haqida gaplashib o'tamiz. Videoni oxirida narxini ham aytib o'taman. Hurmatli akalar, asl taxtaga obuna bo'lib qo'ying. Bundan keyin ham sizlarning qurilishingizda ishlaydigan taxta mahsulotlarini narxi bilan birga sifatlarini cho'tki qilib ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, bu tarafimizdagi taxtamiz 11 ga 31 razmerda kelgan rossiyskiy toza sasno yog'och, kачествоsi juda ham chiroyli, to'rqira. Hurmatli akalar, bu taxtamizni Rossiyadan o'zimiz olib keltirganmiz. Agar sizlarga ham shunaqa taxta kerak bo'lsa, nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Xo'p, bu tomonimizda turgan taxtamiz bo'lsa 6 metrli 11 ga 31 kelgan razmeri, kачествоsi juda ham chiroyli, bu ham sasno yog'och bo'ladi. Hurmatli akalar, bu tomondagisi 6 metrli, bu tomondagisi 4 metrli. Bu ikkitasi ham hurmatli akalar, propisk razmerlari 11.2, 11.3 ga, qalinligi 3.4, 3.5 bo'ladi hurmatli akalar. Bu taxtalarimizni ikkitasi ham rossiyskiy, kачествоsi juda ham zo'rdan bo'ladi. Bu tomonimizdagini hurmatli kuzatuvchilar 58 ming so'mdan qidiramiz. Bu tomonimizdagini 87,5 ming so'mdan qidiramiz. Kimga shunaqangi taxta mahsulotlar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga murojaat qilsana bo'ladi yoki asl taxtaga murojaat qilinglar. Qurilishingizda ishlatadigan taxta mahsulotlaringizni eng sifatlilaridan xohlasa sizlarga yetkazib beramiz. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Skladlarimizda ko'rishguncha sog' bo'ling.